Assalomu alaykum. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Madaniy tadbirlarning xalqaro jozibadorligini oshirish va sohaga zamonaviy boshqaruvni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra, madaniy loyihalar milliy operatori davlat muassasasi tashkil etiladi. Milliy operatorga xalqaro respublika miqyosidagi madaniy tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish doirasida quyidagi imtiyoz va preferensiyalar beriladi. Jamoat tartibini ta'minlash, tez tibbiy yordam va yo'l patrul xizmatlaridan bepul foydalanish. Milliy operator tomonidan o'tkaziladigan madaniy tadbirlar doirasida O'zbekistonga olib kiriladigan uskunalar, sahna va texnik vositalari, rekvizitlar, musiqa asboblari, LED ekranlar, dronlar hamda boshqa moddiy qiymatliklarni 2030-yil 1-yanvargacha bojxona bojidan ozod etish. Sharq targ'onalari xalqaro musiqa festivali kelgusi yildan boshlab har 2 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Respublikada xalqaro ta'lim standartlari asosida o'rta maxsus, kasbiy va oliy ta'lim dasturlarini joriy etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Unga ko'ra xalqaro malakalar va baholash markaziga qo'shimcha vazifalar yuklatiladi. Endilikda Buyuk Britaniya ilg'or tajribasi asosida Toshkent arxitektura qurilish universiteti huzurida integratsiyalashgan dasturlar oliy maktabi tashkil etiladi. El yurt umidi jamg'armasiga stipendiya dasturlari doirasida 2027-2028 o'quv yilidan tanlovdan o'tgan talabgorlarning quyidagi xarajatlarini moliyalashtirishga ruxsat beriladi. Oliy maktab va boshqa oliy ta'lim tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan integratsiyalashgan ta'lim dasturlari asosida tahsil olayotgan top 300 talik ro'yxatga kirgan xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarida, shuningdek sohaviy yetakchi oliy ta'lim tashkilotlarida o'qishni uzluksiz davom ettirish imkoniga ega bo'lgan talabalarning xorijdagi o'qishini tashkil etish bilan bog'liq xarajatlarini belgilangan oliy ta'lim tashkilotlari bakalavriat ta'lim yo'nalishiga shartli qabul qilingan talabgorlar uchun oliy maktab va boshqa mahalliy oliy ta'lim tashkilotlarida integratsiyalashgan dasturlar asosida tashkil etiladigan birinchi kurs dasturlari o'qish xarajatlarini. Soliqqa oid davlat xizmatlarini elektron shaklda ko'rsatish qamrovi yanada kengaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi hukumat qarori bilan mol-mulk va yer soliqlari bo'yicha soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha murojaat berish tartibi belgilandi. Endilikda jismoniy shaxslar tomonidan mol-mulk va yer soliqlari bo'yicha soliq imtiyozlaridan foydalanish uchun quyidagilardan biri orqali elektron murojaat yuboriladi. Elektron soliq xizmatlari portali yagona interaktiv davlat xizmatlari my.gov.uz yuborilgan ma'lumotlarni soliq organining mas'ul xodimi 2 ish kunida soliq organlarida mavjud ma'lumotlar asosida o'rganadi va soliq imtiyozini qo'llash yoki uni rad etish to'g'risida xulosa rasmiylashtiradi. Soliq organining tegishli xulosasi 1 ish kuni ichida elektron soliq xizmatlari portali orqali jismoniy shaxsning shaxsiy kabineti yoxud yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga yuboriladi. Murojaat qaytarilgan taqdirda jismoniy shaxs rad etish uchun asos bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda qayta murojaat qilishga haqli. Adliya vazirligi bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to'g'risidagi nizomga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Mazkur idoraviy hujjat bilan tadbirkorlik subyektlari tomonidan islomiy bank tashkil etish hamda an'anaviy banklar tomonidan islomiy darchalar ochish bo'yicha huquqiy asoslar yaratildi. Bunda islomiy banklar islomiy darchalarni tashkil etishda quyidagilar majburiy hisoblanadi. Islomiy moliya kengashi a'zolarining Markaziy bank bilan kelishilganligi, Markaziy bankning malaka talabalariga muvofiq bo'lgan islomiy bank faoliyatiga mas'ul bo'lgan rahbar xodimining mavjud bo'lishi, islomiy moliya standartlariga muvofiqlik siyosatining mavjudligi va boshqalar. Bankning islomiy moliya kengashida kamida 3 ta a'zo, shu jumladan rais va uning o'rinbosari islomshunoslik mutaxassisliklari yoxud ushbu fanlar o'qitilgan mutaxassislik bo'yicha oliy ma'lumotga, qolgan a'zolar moliya, iqtisod, yuridik yoki islomshunoslik mutaxassisliklari bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lishi lozim.
Adliya vazirligida avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlashda laboratoriya sinovlarini amalga oshirish to'g'risidagi nizom davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Endi avtomobil yo'llarini qurishda laboratoriya sinovlarini amalga oshiriladi. Mazkur hujjatda quyidagi masalalar belgilangan. Bajarilgan ishlarning sifati ustidan pudrat tashkiloti tomonidan doimiy ravishda laboratoriya nazorati ta'minlanadi. Pudratchining o'zida sinash laboratoriyasi mavjud bo'lmagan taqdirda shartnoma asosida jalb etiladi. Buyurtmachi tomonidan avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlashda bajarilgan ish hajmlarini pudrat tashkilotidan qabul qilib olishda yo'l qurilishiga oid hujjatlarga muvofiqligi va sifati ta'minlanganligini aniqlash uchun sinash laboratoriyasi jalb qilinadi va boshqalar. Qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.